Assalomu alaykum. 84-yil o'ta kurto'y mashinamiz keldi. O'qa yaqin olib kelib. Ko'rsatuvchi mashinamizda salonidan boshlab olib keldi. Salonda endi ana shu letoq suqib qo'yilibdi-ku uni. Salonida hech qanaqa ish yo'q. Salonni ko'rsataylik mana. Bar, hamma yo'g'i. Ko'rik, hammasi so'q qo'yilgan, xudo xohlasa. Mashinamiz chiqimi kamchiligi yo'q. Mana shu ozgina ish ko'rgan, ular krilosi ozgina ish ko'rgan joyi bor. Kapochka ko'rsataylik. O'ta butun mashinamiz. Hech nima ish ko'rmagan mashina. Yaqinroq keling. Yangi texpasport, ketalari bor. Gaz ballonlari bor. Orqani ko'rsataylik, urilmagan mashina, butun mashina. Tushungan insonlar tushunadi buni. Orqadan chiroq disklar to'qib qo'yilgan. Mashinalar ozgina ish ko'rgan joyi bor. Boshqa hech nima ishi yo'q. Bu mashinamizning narxi kelgan bo'lsa $1150 ozginagina o't beramiz. Keyin YouTube kanallarimizga ham srojniy bozorda yozsangiz, YouTube kanalga ham xudo xolasa mashinamizni joylab berib ko'raverasizlar. Xudo xolasa sharoit bor. Sizga minib ketishga sharoit bor. Qaydan kelsangiz ham Andijon Farg'ona Qo'qon kelasizmi? 100-150 gazni o'tkazib berishga xudo xolasa harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.